Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun navbatdagi xonadonimizga kuxonniy shkaf yasab berdik. 2,5 metrga tayyor bo'lgan kuxonniy shkafimizni ko'rib turganinglardek, hop, ranglari kashmir rangida bo'lgan, hozirgi kunda trendda bo'lgan ranglardan. Hop, ko'rib turibsizlar, tepasi ruchka, bez ruchka qilib berganmiz. Bu qanaqa ishlatiladi? Tagida ozgina zazor berganmiz. Mana qo'l bilan shuni ochiladi. Yana mexanizmlarni ko'rasizlar, o'zi sekin yo'qoladi. Pastlariga mana bunaqa ruchkadan berdik. Bu ham o'zgacha, dod tortsanglar bir boshqacha hid beradi. Ranglari ko'rib turganinglardek, texnikalarimiz qora bo'lgan, mo'ykamiz, gaz plitamiz qora bo'lgan, vitichkalarimiz qora bo'lgan. Mebelimiz ham o'zi kashmir rangda MDF dan bo'lgan. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Rahmat kattakon hammalarga. Hop, mebelimizga qo'yib bergan mexanizmlarimizni, qanday mexanizm qo'yib berganmiz. Yo'llarida ko'rinmaydi mexanizmlari. Hop, bu yoqqa ikkita katta tortma qo'yib berdik. Katta narsalarni solish uchun. Hop, ikki tomoniga kargo qo'yib berganmiz. Kargo, yo'q, narsalar qo'yishga. Hop, yana bitta bu yoqda mana duxovkamizni ko'rib turganinglardek, duxovkaning tagiga ayollarimiz uchun mana duxovkaga narsa qo'yishdan oldin qo'yib turish uchun kichkinagina stoyka. Yana bir narsa tagida alohida bunaqa narsaga ham yashikchalar qilib berdik. Taxtakach, shunga o'xshash narsalar solish uchun. Ishimiz yo'qsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarga ham shunaqa sifatli oshxona mebellari, boshqa turdagi mebellar bemalol yasab beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning navbatdagi mebelimiz tayyor bo'ldi. Ushbu xonadonimizga kuxonniy shkaf yasab berdik. Uzunligi 5 metr, balandligi 270 bo'lgan. Ko'rib turganinglardek ikki xil rangda ishlaganmiz. Tepalari, mana pastlari jigarrangda, ranglari ham e'tibor berayotgan bo'lsanglar, jigarrang, hamisi qora qildik. Kombinatsiya qilib, texnikalarimiz ham qora bo'lgan, ruchkalari alohida qora bo'ldi. Pastilitkalar o'rnatib berdik. Bunaqa mo'ykalardan qo'yib berdik. Chiroyli chiqdi, xudo xolisa. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimizni ham qoldiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizning navbatdagi mebellarimiz tayyor bo'ldi. Ushbu xonadonga kuxonniy shkaf yasab berdik. 3,5 metrga moslab. Hop, ranglari metalik rangda bo'lgan, seriy metalik. Ruchkalari qora. Ko'rib turganingizdek, mo'ykalarini ham qora mo'ykalar qo'yilgan. Xaladenli. Hop, mo'ygani tepasiga sushka qo'yib berganmiz. Tortmalar mexanizmlarimiz ham davuchli mexanizm. O'z tortib oladigan mexanizmdan bo'lgan. Hop, o'rtaga dastroq yasab berdik. Ikki tomondan ishlaydi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.